Qayerdan kelyapsiz? Bog'chada. Nima bordingiz? Qizimizdan olgani. Qizimiz qani? Ko'chada qovun sotyapti. Shunga chalg'ib qizni qoldirib kelman. Qovun qani? Bog'chada qolib ketib. Bitta zapravka qo'yib olaylik-a. Как раз tualetga kirib chiqaman. Xo'p. Bo'ldimi aka? Rahmat. Man Umid aka! Bo'ydoqlar shunaqa yostiqni quchoqlab yotadi-da. Hamma xotinim bor-ku. Xotinim? Bu xotiringiz yo'qligi kimdan yuqqan? Oyingizdanmi? Oyimdan o'tgan. Onam deganda ertalab uyda kaltim berish esimdan chiqibdi. Sani xotiring joyidami? Uzroy esimdan chiqib qolib to's kalitni beraman. Kalitni ertalab tashlab ketgansan. Menda kalit. Sanga grill etuvdim. Qachon olib kelasan? Qachon kelay grillni? Keta qolaylik Zebo. Ketdimi? Hech narsa esingizdan chiqib qolmadi? To'poyga chiqarma, muhim narsalar esimdan chiqmaydi. Pul, pasport, viza karta, chamadon. Bo'lamiz-chi? Videoni boshida bog'chada qolib ketuvdi-yu. Ha. O'shandan keyin olmadim. 24 yil kutdim. 24 yil. Alo? Do'stim, yaxshimisan? Isib ketmayapsanmi? Kecha to'yim bo'lgan, telefon qilma menga. O'rtoqlarim, men buni yechamiz-a? Ha? Jo'ra, hol-ahvol so'rab telefon qildim-da. Telefonlar kerak emas, hozir faqat siz keraksiz menga. Uydagilaringiz bo'lsa kerak, bemalol gaplashib olavering. Yo'q, o'rtoqlaringiz. Qazi kerak emasmi? Qimmat telefon. Davom etamiz, hazilkashdik o'rtoqlar. Uf, hamma telefonni o'chirib qo'ygan-ku bu. Nimadan telefon qilishyapti? Hamma telefonlar sindirdim-ku. Konditsioner pultidan telefon qilishyapti. Ha? Alo. Hozir bilan televizorni pultdan ham qilib, borib sindirib kelay. Bo'ldi, qutuldik. Oyposh qaysi joyga keluvdik? Mahsi yetishga. Hozirda. Naklasga erkansa, qayerda telefon qildi? Alo. Do'stim, ani qazi kerak emasmi? Hayotimdan chiqgan o'ralaman. Nima buzildi, nima g'ichirlayapti? Ovqat yeyapsan meni. Zebo, ovqating tayyor bo'ldimi? Devam bo'ldimi, chaqirsam chiqmadingiz? Qanaqa qilib chaqirding? Umid aka ovqatga chiqing deb. Unaqa baland gapirma, qo'shnilar o'likka qoradi Zebo. Keyin bugun sen bilan kino ko'ramiz-a? O, nima yeb ko'ramiz, davay. Shuni yemasdan ko'rsak bo'lmaydimi? Men nimadir yemasam kinoni tushunmayman ma'nosiga. Pulitni yema. Zebo, meni dardimni eshitmasang bo'lmaydi. Xullas, xo'jayin bilan chiqish olmaymiz. Oylik past. U ishda ishlab 1-2 so'm orttirib bo'lmaydi. Shunga ishdan ketmoqchiman. Narsa yozsanmi? Senga dardimni aytolmay eshit. Shunga mashinani sotsak, kreditlar to'lasak, uni ustiga kvartirani pulni so'rab yotibdi. Bu bilan ham bu turishda urushib qolam. Zebo! 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 Bu qiz yana qayerga berkilib narsa yotgan bo'lsa, ha? Nima bu? Lapsha bilan kalbasan? Bo'pti, yaxshi o'tir. Umid aka, kelishda marakuya olib keling, yegimiz kelyapti. Bo'ldi. Hozir olib kelaman. Dastan, biz bolamizga. Qanaqa bo'lamizga? Itdinu bizaga deb. Yo'q, men o'zimning ichimdagi qurtlarim, bakteriyalarim hammasini etkaydim. Ko'rdingizmi? Men faqat o'zim o'ylamayman, ko'pchilik o'ylayman. Xotining bilan kursdosh bo'lsang nimalar bo'ladi? Ha, sani darslaringni ham xotining qiladi yoki erkalanib makr ishlatsa, uni ham darslarini san qilasan. Agar o'qituvchining gapi tugab qolsa yoki kursdoshlaringning suhbati tugab qolsa, seni tema qilishni boshlashadi. Sizlar er xotinmisizlar? Uyda gaplashsanglar bo'lmaydimi? Bugun kursdoshlar bilan yig'ilmoqchi edik, borsam maylimi? Yo'q, bormaysan. O'z haq ketyapsiz. Bugun kursdoshlar bilan yig'ilishimiz bor edi. Billa bormaymiz. Yo'q. Billa. Nega yozuvinglar bir xil? Endi birlashagandan keyin o'xshab ketaverar ekanda, xarakter, yozuv, bashara. Qarang, qanaqa qop-qora bo'ladi, hozir oppoq bo'lib qoldi. Dars payti ham doim uning yonida o'tirishing kerak. Mabodo qaysidir qiz senga ruchka berib qolsa. Yo'q, sizga ruchka kerak bo'lmagan, sizga boshqa narsa
kerak bo'lgan u qizdan. To'g'ri tushungan. Просто Yaxshi tomoni sessiya payti hamma pulga atrabotga qildirsa, san tekinga uxlab qildirasan. O'qishda hamma seni anu er-xotin kursdoshlar deb taniydi va beradigan savollari ham bir xil. Universitetda tanishganmisizlar? Yoki er-xotin bo'lib keyin institutga kirganmisizlar? Ahli ilm bugun shu savolga yechim topamiz. Xullas, men bu bratishka bilan biza turmush qurib, keyin UBS universitetiga topshirganmiz. Chunki bu yerda family dasturi bor. Agar opa-ukalar, er-xotinlar, ota-bola, umuman qarindoshlar birga topshirsa, 10% chegirma mavjud. Balki shu 10% yutish uchun menga uylangandirsiz. Ey, do'ndiqcha kontraktini ham men to'layman-ku. Ha, xotining bilan o'qishi plusi, minus taraflari bor. Ayniqsa seni doim kuzatib turishi. Yo'qga yangi qiz kelsa hamma qarolaydi. Faqat sen devorga qarab turishing kerak. Mayli, 4 yil bir pasda o'tib ketadi, keyin ishga kiraman-ku. U yoqda ham birga ishlaymiz-ku. Demak, men butun umr qizlarga qara olmayman. Butun umr mana shu qamoqda yashashga mahkumman. Umid aka, bolamiz taltayib ketyapti, o'zingizga to'shib qo'ying. bo'pti, o'g'lim bu yoqqa. Bizning farzandimiz qiz bola. Qizim bu yoqqa. Ismi nima edi bu? Imona. Imona qizim, bog'chada bog'cha opingni bezovta qilmagin. Qizimiz maktabda o'qiydi. Nima mendan so'roqsiz maktabga berdik buni? 5-sinf bo'ldi Umid aka. Nima mendan so'roqsiz katta bo'lsa? Bo'pti, qizim, xonangga kirib darsingni qila qol. Mani xonam yo'q. Qayerda yotadi bu? Bizani o'rtamizda. Bizani o'rtamizga yostiq qo'yasan deylardim, o'zi aytdimmaga qattimni. Bo'pti, bora qizim. Bizlar boshqa qizimiz ham bor-da. Ishdan vaqtliroq kelgan kuningiz uni ham ko'rasiz. Vau, zo'r bo'lar, tanish bo'larmi? Katta o'qigandiramiz ham. Necha? Menga o'xshaydi. Senga o'xshaydi. Ha, dada, yuribmiz-da mana Rossiyaga ishlab. Nima gap o'zi? 27-da to'yingni belgiladik. Meni nima xabarim yo'q? Mana aytyapman-ku. Ha, qiz kim o'zi? Bilmasam, onang topgan kelsang ko'rarsan. Men qara ko'r. Yana to'ying kuni kelib o'tirma, ha, ertaroqqa bir yo'nib po'nib, tovon-povaning qirib olarsan. Mayli bo'pti. Ko'rmagan qizimga qanaqa o'ylanaman? O'g'lim, kelin, yashayotganlarga 5 yil bo'ldi. Qachon turmush qurasizlar? Biz hali katta hayotga tayyor emas edik. Odam yashab ko'rmaguncha bir-birini bilmas ekanda, bir-birimizning kamchiligini to'rib, bir-birimizni o'rganib, bilganimizdan keyin ana to'y qilib turmush qilsak bo'ladi. Ha, mayli. Bu bolalaring qayerda, nevaralar? Past o'ynashyapti. Qanchalik o'ynashga tushidan? Bo'pti, shular oldiga bora qolaman. Men yangi mashina oldim. Birinchi bo'lib do'stlarim tabriklashdi. Bular meni bolalikdagi do'stlarim. Men buni kim tanimadim. Mashina olishga endi yaqin bo'lamiz. Qayerga boramiz, oyi? Magazinga? Mashinang bo'lsa, oning seni hamma joyga sudrab yuradi, maqtanish uchun. To'xta. Hozir qo'shnilar chiqadi, mashinangni ko'rsang keyin yuramiz. Shoshilyotdik-ku. Shoshma, ko'rsang keyin yuramiz dedi. Oyi, ketamizmi? Jim turgin, nima hech kim chiqmayapti, nima o'lib qolgan hammasi? Mashinang qani? Parkovkaga qo'yib keldim. Nimaga parkovkaga qo'yasan? Maktabga qo'y, hamma ko'rsin, qo'shni ko'rsin, qarindoshlar ko'rsin. Borabga. Nega qara? Salafani nimaga yulding? Bir hafta bo'ldi-ku. Voy, men hali mahalladagi kampirlar gruppasiga video tashlashga ulgurmagandim. Mashina oldingmi? Endi hamma do'stlaringni uyga olib borib qo'yishing kerak. Mana shu yoqqa tashlab ket. Keldik, tush. Yur. Haqqa yuraman, o'yin oldiga keldik-ku. Ichkariga olib kirib qo'y. Tush! Vaqt o'tib mashinada sezilarli xarajatlar boshlanadi. Mashinang qani? Mashina ham bitta oila ekan. O'ziga yarasha xarajatlari bor ekan. O'shanga hozir shunday yuribman. Mashinadan daromad olishga nima deysan? Qanaq? Yandex Prodan ro'yxatdan o'tishing mumkin. Keyin u yoqda qancha daromad qilishim mumkin? Kuniga 557 ming so'mgacha daromad olishing mumkin. Vau, rost ekansan. Va eng asosiysi taksi haydashni o'zingizga qulay vaqtda amalga oshirishingiz mumkin, ha? Rostdan. Ha, endi men ham taksi qilaman. Bo'sh paytimda esa do'stlarimni uyiga borib qo'yaman. Nimaga yo'q deya olmayman, bilasizmi? Agar yo'q deb qolsam, o'rtoqlar, bugun o'zingizlar uyga ketaveringlar. Men ozgina dam olay. Endi mashina oldim deb o'rtoqlar chopish kerak-da. Ketalib ketibsan sen. Qo'y, bor. Bizga shalkani shu. Olib borib qo'ysang bo'lardi. Umid to'yi zo'r bo'ldi. Lekin nima love story qilding? Qilmayman deganiding. Endi to'y hayotimizda bir marta bo'ladi. Orzu, havas degan narsalar bor. Endi to'y hayotimizda bir marta bo'ladi. Orzu, havas degan narsalar bor. Bo'pti, qilamiz. Xo'p, mayli. To'yda vals tushmayman deganing. Nimaga tushding? Xohlab qoldim. Endi biz zamonaviy, boshqacha dunyoqarashga ega odammiz-ku.
Love story mayli, lekin biz avval tushmaslikka kelishuvdik-ku. Xo'lab qoldim. Endi biz zamonaviy, boshqacha dunyoqarashga ega odammiz-ku. Ha mayli vals. O'ktamni nimaga aytmading? O'ktam g'irt alkash-ku, to'yimga kelib ichib hamma yoqda dabdalasini chiqarardi. O'ktam o'rtog'ingiz g'irt alkash-u, to'yimizga kelib ichib hamma yon dabdalasini chiqaradi. Oshna, gaplaring juda soxta. Kimdir o'rgatganda? Men u soqishim bilan qildim. Hech kimning fikri menga qiziq emas, chunki men Erkakman. Siz hamma ishonadi. rostana. Anaqa Sevnur. Xo'p. Siz menga yoqib qoluvdingiz, o'shanga uydagilarimni sovchilikka jo'natsam degandim. Voy, bu nima deganingiz? Men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chet el yurishim kerak. Tushunasizmi? Xullas, men hali erga tegishni niyatim yo'q. Uzr. Sevnur, yaxshimisiz? Qarang, oradan 1 yil o'tib ketibdi. Siz hali ham o'sha kiyimdasiz. Men ham shu kiyimdaman. Sovchilik masalasini o'ylab ko'rmadingizmi? Men sizga aytdim-ku, men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, ko'proq pul topishim kerak. Qo'ysizchi? Umid aka, birinchi kursda aytgan taklifingizni o'ylab ko'rdim. Sovchilaringiz jo'natsangiz bo'laveradi. Qo'ysing Sevnur, men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, pul topishim kerak. Qo'ysing Sevnur. Necha kishi yig'ilamiz o'zdachaga? 14 ta bo'ldik, kelyapsanmi? Kayf 14 kishi. 14 kishi dacha kuchli bo'lsa kerak a. 10 kishi qoldik. 4 kishichi? Bormas ekan. Chiqsa yo'lda to'xtab o'tamiz, kontrsa. Uzunmi jinnisi bor ekan, 10 kishiga qancha oling? O'sha 8 kishi qoldik-da. 2 kishi nima? Yo'l uzoqlik. Mayli, unda kontr bosamiz. Bolalar hisoblab chiqdim, go'sht, piyoz, bu xullas 8 kishiga 200 ming yig'sa bozorda ideal bo'lar ekan. Sen bilan qo'shib hisoblaganda 5 kishi qoldik. Qolgan 3 kishichi? Pulni eshitib ketvardi ular. Chiqsa-yu 5 kishi bilan ham dacha ideal bo'ladi. Ko'ngilni cho'ktirmaylar. 4 kishi bilan ham chotki bo'ladi. Mana dachaning egasi. 2 million qolgan, bersanglar. 2 million qolibdi. 4 ga bo'lsa 500 mingdan tushadi, ha? Ana 2 millionni eshitib ketib qoldi ular. Chiqsa-yu do'stim, ko'ngilni cho'ktirma. Ikkalamiz bilan ham chotki bilyard o'ynab dam olsa bo'ladi. Odam masagansizlar. Maktabni bitirsang nimalar bo'ladi? Birinchi navbatda har kuni ko'radigan sinfdoshlaringni yo'qotasan. Aytgancha, men sartaroshga shogird tushdim. Endi kontr kela olmayman. Koreyaga ketaman, o'rtoq, bo'pti, charchamagan. Kechki payt ko'chaga chiqmay qo'yding. O'qishga tayyorlanyapman, o'rtoq. Yaxshi tomoni bo'lsa hech kim ertalab uyg'otmaydi. Mana ovqat yeganda o'zingga ish top. Lekin uydagilarim meni bekor bo'lmasligimni iltimos qilishdi. Keyin oyimam skоворodka bilan iltimos qildilar. Endi to'yga pul yo'qish kerak edi. Va men biznes boshladim. Nimagadir o'rtog'imni Olixda hech kim olmadi, hech kimga kerak emas ekan. Yetmaganiga bittasi erga teyapman deb taklifnoma ham ko'tarib keladi. Nima ko'tarib kelding? Erga tepammi? Men bo'lsam o'qishga tayyorlanishni boshlab yubordim. Boshda o'yimga yaqin institutga topshirmoqchi bo'ldim. Keyin qizlar ko'p institut qidirdim. Keyin bali past institut qidirdim. Men kelajagimga seriyozli qarashim kerak. Shuning uchun maktabdagi sevgilim Zebo topshirgan institutga topshiraman. Men unga nimaga aynan UBS deb so'rasam, UBSda 48 ta bakalavr, 14 ta magistratura yo'nalishi bor. Jumladan moliya, iqtisodiyot, IT, pedagogika, 300 ta grant o'rni bor, IELTS, TOEFL, SAT va boshqa sertifikati borlar imtihonsiz qabul qilinar ekan, tushunasizmi? shu zo'ru. AQSh va Koreyaning nufuzli universitetlari bilan hamkorlik qilishar ekan. Xullas, bittada ikkita diplom olaman, ham UBSga ham chet ellik, tushunasizmi? Anu Nargizmida o'tib ketgan hozir. Yotoqxonasi ham bormi? Bor, chet elda malaka oshirib kelish imkoni ham bor. Germaniya, Koreya, Malayziya, Turkiya va boshqalar shoshilish kerak, qabul ochilgan. Hozir oyimga yetsam xursand bo'larlar-yu. Keyin topshirishimga go deydilar. O'zing nima o'qishga topshiryapsan? Chunki UBSda bilasizmi, g'alati qulayliklar bor. Bu yo'dachi? Biz abituriyentlar uchun. Xullas Zebo bor ekan, shunga topshirdim.